Diqqat aholiga tezkor xabar. Barcha telefon ishlatadigan o'zbek fuqarolari darhol xabardor bo'ling. Hozirgina noxush xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Saudiya Arabistonida erining telefonini tekshirgan ayol qamoqqa olinadi. Saudiya Arabistonida erining ruxsatisiz telefonini tintuv qilgan xotin qamoq va katta miqdordagi jarimaga tortilishi mumkin. Bu haqida Gulf News nashri xabar berdi. Xabarga ko'ra, advokat Rim Ibrohimning aytishicha, agar ayol erining telefonini yashirincha tintuv qilsa, uning qilmishi birovning suhbatini tinglash va qonun buzilishi hisoblanadi. Bunda xotinining ustidan shikoyat qilish huquqiga ega bo'ladi. Agar ayol aybdor deb topilsa, xotin 1 yilgacha qamoq jazosi va kiber jinoyatlarga qarshi qonun bo'yicha maksimum 50 ser, ya'ni $133 miqdorida jarimaga tortilishi mumkin. Biroq boshqa bir huquqshunosning aytishicha, turmush o'rtoqlar o'rtasidagi munosabatlarni to'g'ri yoki noto'g'ri deb hisoblash qiyin. Agar xotin erining telefonini PIN raqamlarini bilsa, uning telefoniga kirishi qonuniydir va hatto qidiruv maqsadida bo'lsa ham jinoyat emas deb keltirilgan xabarda. Azizlar, videorolikka like bosib, yaqinlarga ham yuborib qo'ying.